yulduzlarga o'xshab porlagan biri bo'lishni istadim. Shunday bo'lsam, qanchalar uzoqlikda bo'lsa ham, hamma meni tanir edi. Kunduzgi yulduz, 1-bob. Barchamiz kutgan on keldi. Hurmatli aziz mehmonlar, iltimos, kelin va kuyovni Moon Miran va Kim Ji-yoonni zalga o'tayotganda olqishlang. Ana kuyov kelyapti. Borib shu haromini boshini yorsammi? 1 hafta oldin. Bu nima? To'yim bo'lmoqda. Bo'lajak qaynodam keyingi prezidentlik saylovlarida muhim bir nomzod. Aytmoqchimanki, endi oramizda tog'lar qadar farq bor. Shunchalik sofmisan yoki ahmoqmisan bilmayman. Fotosessiyaga ketayotganligingni aytgandim. Yana 1 oy telefonlaringga javob bermagan edim. Yo ozgina bo'lsa ham hech qolamadingmi? Garchi fotosessiya uchun chet elga ketmagan bo'lsam, programmadagi ma'lumotlarni qayerdan ham bilar eding? Tinchlanishim kerak. O'zimning yaxshiligim uchun sokinlashmog'im kerak. Ovqatlanish uchun kelishimni aytgan bo'lsa, unda ovqatlanaman. Bu taomlar Vito Xadivishning unday bo'lsa, mamnuniyat bilan qabul qilaman. Kechirasiz, xonim afandi. Bugun shu yerdagi mehmonlarning o'rindig'i oldindan belgilangan. Ismingizni aytsangiz, sizga stolingizni hamrohlik qilaman. Meni bu yerga nima ishim bor? Chindan ham, shunchaki yo'lni ovqatlanish uchun keldimmi? Hamma narsa joyida degan ma'noda o'zimni tutishni istadimmi? Yo'qsa, meni ko'rib biroz bo'lsa ham vijdoni qiynalishni kutyapmanmi? Bunday bo'lsa, tushunaman. Demak, ota-onamni avtohalokatga yo'qotding. Yelkangda og'ir, juda ko'p yukni tashiyotgan bo'lsang kerak. Bundan keyin har doim yoningda bo'laman. Hamon u ma'nosiz so'zlarni tushunmoqdaman. Qabul qilishdan nafratlansam-da, haqiqiy bir ahmoqman. Xonim apandi, afsusdaman, ammo bu o'rindiq Seun Hang Yura. Ismim Hang Yura. Iltimos, bu tarafdan Hang xonim. Afsusdaman. Yo'q, muammo yo'q. O'rindig'im burchakdagi bir joylarda ekan. Bu mayda. Xarbod ko'rinmoqdaman. Ko'zoynagimda nima bo'ldi? Qayerga ketdi? O'sha o'rindiqqa qolib ketgan bo'lsa kerak. Seong, endigina o'tirganding. Sho'rvani ichib bo'ldingmi? Yo'q. Sho'rvani ichgan men emas. Afsusdaman. U edi. Ajabo. Muammosi nima? Tanish tuyulmoqda. Uni qayergadir ko'rganman. Ikkingiz ancha vaqt o'tdi. Anchadan beri ko'rishgan edik. Nima bo'lsa ham, menga baribir. O'zingga kel, Yura. Yura, uddalading. Zamon filmida rol taklifi olding. Nima? Chindanmi? Haqiqatda ham rolni oldimmi? Ure! Jiyong, tush ko'rmoqdamanmi? Bu haqiqatdanmi? Hamma narsa haqiqatdan. Xudoyim. Tam bir yig'loqi chaqaloqsan. Koreyaning mashhur prodyuseri Yu Yeng-honing yangi filmi. Erkak bosh rollarda Kang Seung-yoon va Jo Chang-yoon o'ynar ekan. Kino kassa rekordlarini buzishi kafolatlangan. Bir necha oy oldin qiz bola bosh roli uchun kastingga qatnashgan edim. Ammo hech qanday javob olmaganim uchun umidimni uzgan edim. 7 yillik oddiy aktrisa hayotimdan keyin nihoyat shu shaytonning oyog'ini sindirdim. Yuraning kunlik filmografiyasi.
Kofe reklamasida kichik rol. Yoshlik serialida kichik rol. Ichimlik reklamasida kichik rol. To'xta, shu onda o'tirishda vaqt emas. Serialni qachon olishimizni aytdilarmi? Bir onlik aktyorlik almashtirish bilan programmani qisilib qolgan bo'lsa kerak. Bo'lmasa suratga olish tarixini tezlashtirlarmi? Yo'q. Hamma narsa program asosida kelmoqda. 3 kun ichida Pusanga borishni istamoqdalar. Faqat o'sha vaqtda sahnani suratga olishni boshlar ekanlar. Nima? 3 kun ichida suratga olishni boshlamoqchilar? Serialni o'qish faoliyatini bo'lmaganini ishonchli komilmi? Ishonchim komil. Bu degani umuman reflektorim yo'q degan ma'noni anglatadimi? Jinyun, olgan rolim Hyurin edi, shundaymi? Ha? Hyurinmi? Yo'q, Suji roli edi. Yura, muammo nimada? Suji. Erkak bosh rolining bir necha onlik sahnadan keyin o'z joniga qasd qilgan. Eski sevgilisi roli edi. Ssenariyda 5 qo'limdek bilaman. Umidimni yo'qotgani uchun o'z jonidan kechgan birini rolini. Menimcha bu rolni yaxshi bajaraman. Muammo yo'q. Kim biladi, balkim dramatik shaklda o'lib muxlislarning diqqatini o'zimga qaratarman. Eng muhimi vaqtdek zo'r filmda rol olish edi. Ha, mana buni ruh desa bo'ladi. Hamma axir oqibat qaytarib bera olasan. Ro'molchani aytyapman. 1 yil oldin. Kesildi. Hoy sen qirmizi bog'ish. Yana necha marotaba xato bajarasan? Hali yulduz bo'lmagan bir qo'shimcha rol qanday qilib hammasini to'g'ri bajaradi? Uzr so'rayman. Yura, yaxshimisan? Xudoyim, prodyuserning kayfiyati joyida bo'lmagan vaqtda suratga olish tugaguncha faqat biri bilan xato qilishni eshitgan edim. Demak, gap so'zlar to'g'ri ekanda. Afsusdaman, Yura. Hojatxonaga borishim kerak, yaxshi. Hoy sen qirmizi bog'ish. 6 yil bo'ldi, lekin bir marta ham ismim bilan chaqirilmadim. Yana nega yig'layapman? Kang Siyun-ho. Xudoyim, nega hozir? Afsusdaman. Uzr so'rayman. Suratga olish jarayoni men deb to'xtatildi. Afsusdaman. Menimcha, formani homiy brendiga qaytarib berishing kerak. Nega kiyimingni kir qilish o'rniga mana bu ro'molchidan foydalanmaysan? Rahmat. Unda yaxshi. Ro'molchangizni unutdingiz. Keragi yo'q, senga qolsin. Esimdan chiqmasin. Isming nima? Ismim Yurahang Sumbai. Shunchalar hayron qolgan edimki, to'g'riligicha rahmat ayta olmadim. Ehtimol meni eslay olmaydi. Biroq men u bilan filmda suratga tushishga faxrlanaman. Men buni intiqlik bilan kutaman. 2-bob. Tillarim jingalak bo'ldi. Buni o'zini shunday 1 va 2-bobni azochkasi shunchaki qo'yaman. Juda ham yomon tarjima qilingan, balki men o'qiy olmayotgandirman. Yana oldingi tarjimalar yaxshiroq bo'lgan menimcha. Juda ham jingalak, tillarni jingalak qilib, badiiy qilib rasvo qilib tarjima qilishgan, to'g'risi. Tomosha uchun rahmat. Sizlar bilan Phoenix bo'ldim. Xayr, salomat bo'linglar.